Voy, seni kim tashlab ketdi bu yoqqa? Ma kis 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 kis. Ma kis 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 kis. Voy, voy, ishchilaring. Qal, qal. Ужас-ku bu. Kecha Jizzaxdan kichkinagina mushukcha topdim. Judayam ko'zlari kasallangan, shuning uchun chiqarib tashlashgan bo'lsa kerak. Endigina sutdan chiqqan, bilmayman qaysi noinsof bu narsani qilgan. Toshkentga kechasi olib keldim. Endi mana veterinarga ketyapmiz. Voy jonim mani. Hozir veterinarga boramiz, ko'zchangni davolaymiz. O'tir. Mana. Bizda hozir veterinarga ketamiz. Veterinarga keldik. Shankara. Kuş. Bizga ucha yasagan. Shunday qilib o'tiradi. Musha, otib musha qo'ydik, lekin ko'zchasi hali yaxshi bo'lgani yo'q. Ertaga yana veterinarga boramiz. Mush. Ha, Shahlo. Mehmon keldi uyga. Ha, Shahlo. Musha bilan hech kim o'ynashni xohlamayapti. Becharacha, zerikibdi. Shahlo qaragisi ham kelmaydi. Shahlosh. Mushaga qara, kichkina-ku. Cho'mildik. Tozacha bo'ldik. Ha? Yana bugun ham veterinarga borsak, olam guliston. Musha. Mush. Ay. Toza muskchada bu. Vrachdan keyin ukollarni olib, sal o'ziga kelib uxlayotishini qaranglar buni. Ay, asalchi. Bechora ko'chada qolib, endi o'zini mushukdek, odamdek demoqchi edim, mushukdek his qilyapti.